Moskvada yashaydigan o'zbek oligarxining uyini obzor qilamiz. Uyimizga shunaqa katta basseyn berganmiz. O'zini finskiy saunasi, turetskiy hammom bilan birgalikda. Bu joyimizga katta panoramli oyna berganmiz. Tashqari ichkariga, ichkari tashqariga ko'rinmaydi. Bu mijozlarning dillari o'ta nozik bo'lgancha, o'tib pena borasida umuman muammo bo'lishi kerak emas. Penani qalin qilib, razmerini video davomida aytamiz. Joyimizdan bitti. Endi razmeri aytmasam bo'lmaydi. Qalinligi 25-26 daj 30 joylari ham bor. Bu joyda endi yozda muzlikni, qishda bo'lsa issiqqina basseynning ichida maza qilib cho'milsangiz bo'ladi. Bu joylar ochiq joylar edi. 30 sm qalinligi pensiya to'ldirib oldik. Bu joylarni to'ldirishdan maqsad yozda muzlik, qishda issiq havoda chiqib ketmasligi uchun. Faqatgina gap so'z emas, sifat borasida pensiya xizmat kerak bo'lsa, pastga raqamlarga qilinglar. Kuninglar xayrli, barakatli o'tsin.